Assalomu alaykum dado. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Dado, sizga bir ikkita savollarim bor edi. Qaysi jihatim sizga o'xshaydi? Hamma yo'g'ingiz o'xshaydi qizim. Kelajakda kim bo'lishimni xohlaysiz? Sizni? Hı. Siz o'qituvchi bo'lishingizni xohlayman qizim. Sizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'ling, men ham yaxshi ko'raman. Aya, sizga ozgina savollarim bor edi. Aya, qaysi shaharda yoqtirasiz? Farg'ona shaharda yoqtiraman. Meni kim ismini qo'ygan? Sani ismingni dadam qo'ygan. Katta bo'lsam qaysi kasbda egallashimni xohlaysiz? Aya. O'zing yoqtirgan kasbda egallashingni xohlayman. Xo'p, rahmat aya, men sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, Salim. Voy qizim, Sizga savollarim bor edi. Qaysi jihatlarim sizga o'xshaydi? mehribonligingiz, ochiqko'ngilligingiz. Kelajakda kim bo'lishimni xohlaysiz? Yaxshi. Rahmat dada. Sizni yaxshi ko'raman. Alo dado. Voy qizim. Sizga bitta ikkita savolim bor edi-da. Maylimi aytsam? Aha. Mening ismimni nima uchun Dilnoza deb qo'ygansiz? Dilnoza deb opoqib qo'ygan, yaxshi ko'rgan ismingiz uchun. Doim kulib yursin. Dilnoza ismli qizlar chiroyli, aqlli bo'lgani uchun. Yoshligingizda kim bo'lishni xohlagansiz? Yaxshi inson bo'lishni xohlaganman qizim. Men kim bo'lishimni xohlagansiz? Chiroyli, baxtli, esli ayol, yaxshi qiz bo'lishni xohlaganman. Chiroyli. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Hop, sizga savolim bor edi. Yoshligingizda qaysi super qahramon bo'lishni xohlagansiz? Kelajakda kim bo'lishni xohlaysiz? Kim bo'lsang ham mustahkam iymonli inson bo'lishing kerak. Dada, men sizni yaxshi ko'raman. To'g'ri. Yaxshi dada, sizga bir ikkita savollarim bor edi, maylimi aytsam? Aytaveringizmi? Qaysi farzandingizni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Malikaxon qizimni yaxshi ko'raman. Nima uchun faqat o'qidingiz, lekin ish qildirmaysiz? O'qib yaxshi, soliha qiz bo'lsin deyman-da. Endi ish qilib yop aytsam keladi hali qizim. Alo. Kelajakda kim bo'lishni xohlaysiz? Qaysi kasbni yaxshi ko'rsangiz shuni xohlayman-da, ona qizim. Yaxshi baxtli qiz bo'lishingizni xohlayman. Xo'p, sizni yaxshi ko'raman. Yig'lamay hech qachon. Dada, sizga savollarim bor edi. Sizga qaysi jihatim yoqadi? Hammasi bor qizim. Siz qachon men bilan faxrlangansiz? Faxrlanaman qizim, siz shuni. Kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishimni xohlaysiz? Qizim, o'zing tanlagan kasbni oxiriga yetkazsang bo'ldi qizim. Nima kasb bo'lishdan xavfsizman. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Mana qizim sizga. Sizga savollarim bor edi. Nima uchun men ham shikoyatchisi, men so'kinsiz? Yaxshi bo'lgan. Kelajakda qaysi kasb bo'lishni xohlaysiz? Vrach bo'lishni xohlayman. Rahmat.